Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun bemorimiz 180 kilogramm, 25 yosh qiz bola, turmushga chiqmaganlar. Ko'p yildan beri mana shu semiz bilan kurashib kelganlar. Endi oxirgi paytda vestlari juda ham oshib ketganligi uchun ekranni ko'rsating. Juda ham vestlari oshib ketganligi uchun bizga murojaat qildilar, chunki 180 kiloga yetdi ro'ja. Shuning uchun mana bemorimizni oshqozonni kichirish amaliyotini o'tkazdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Stepler chokimiz ustidan qo'lda chok qo'yib chiqish bosqichidamiz. Bu yana ham choklarimizni mustahkam va qanamaslikni oldini oladi bunday tikish. Mana ko'rishingiz mumkin, bemorimizni oshqozoni kesilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda. Mana ingichka oshqozonimiz, mana bu stepler chokimiz. Mana shu stepler chokimiz ustidan biz yana bir qavat qo'lda chok qo'yib chiqish bosqichidamiz. Keling, haqorat. Bu biz hamma bemorlarga bu amaliyotni qilamiz, chunki stepler chokni mustahkamlash shart. Hammaga e'tibor uchun rahmat.